birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinmi? Hammasini o'zi oldingmi? Juda xursandman. Mana o'g'limni tabriklashim. Bizani 2029-yilda bo'ladigan Jahon chempionatiga Paralimpiadaga yo'llanmani qo'lga kiritdik. Молодец. Bunda sizni ham Siz sababchimiz. yaxshi yuguradi. Sakrashda birinchi o'rin, yugurishda uzun masofaga yugurishda ham charchamasdan yugurdi 100 metrga. Mana medallarni qaranglar buni. Muslima opasi qarang. Birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinmi? Hammasini o'zi oldingmi? Yana zo'r medallarni olib kelgan. Bo'ptimi? Bu bolamizda DTP bo'lib, yana uni ustiga oyog'iga qo'l tushib, yurishga qiynalib qolgan edilar. Mana hozir уже yaxshi yurib, O'zbekiston chempionatida yutib chiqib, Paralimpiadaga yo'llanma olibdilar. Молодец.